Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpisчиклар. Internetda adam shov-shuv bo'lib yotgan kitob. Ikki tilda gapiruvchi bolalar kitobi. Birov chiqadi 169, birov chiqadi 189 ming so'm deydi. Zaryadishni bo'ladi bu kitoblar. Hozir ichini ochib ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Bizning zaryadishni kabeli chiqadi. Flomasteri chiqadi bir dona. Bu kitob. Orqasi doska bo'ladi. Bu ham tarafi kitob. Ayiq. Soat va volida. O'zbekchasi harflarni o'rgatadi. Bu ham angliskisi. Apple. P. Plane. S. Star. İngilizce harf sonlarni o'rgatadi. Jami 30 bitdan iborat. İngilizce, o'zbekcha gapiruvchi kitob. Aytganimizdek 100 da ishlaydi, zaryadda batareyali 100 kabeli, o'zida flomasteri chiqadi. Yozib, o'chirib, chernovik hisobidan orqasidan foydalansa bo'ladi. Baholari arzon chiqqan.